Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizdan kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda reklama uy-joy egalarining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqadiganlar to'g'ridan-to'g'ri uy egasiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Shayxon Tohir rayon Ipechilida joylashgan 204 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat, xonalarning soni 6 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Podol birinchi va ikkinchi qavat. Video obzori ko'cha tarafdan boshlayapmiz. Shunaqa keng ko'cha, asfalt qilingan, kommunikatsiyalardan muammo yo'q va yon atrofida chiroyli imoratlar qurilgan. 3 ta yonma-yon qurilgan uy. Har bittasini razmeri 204 sotuqdan, kvadraturasi ham bir xil. Ko'cha tarafdan imoratgacha bo'lgan masofada navesi tagida bitta katta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Hovliga kirib kelamiz. Bu joyda naves bor. Mana avtomat darvoza, navesi tagida hovlida yana bitta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Imoratgacha bo'lgan masofada chap taraf va o'ng tarafimizda zeleniy zona uchun joylari ajratilgan. Hovli tarafdan shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega. Qurilish davomida sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Bu joyda eshik orqali hovliga kirganimizda o'ng tarafda yozgi oshxona uchun joylari mo'ljallangan. Ko'rsatayotgan joyimda hovli qismi uchun hojatxona joylashgan. Imoratda podol qismiga hovli tarafdan hamda imoratning ichidan tushiriladi. Imoratning ichiga kiramiz. Bu joyda tambur qilingan. Demak, termi oynaron, двойной steklo paketda imoratning ichiga kirganimizda chap tarafimizda hol qismi bo'lyapti. To'g'rida zal, o'ng tarafda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, birinchi qavat uchun umumiy sanuzel va imoratga kirganimizda o'ng tarafdagi birinchi xona oshxona uchun mo'ljallangan. Mana shunaqa ko'rinishda. Suvolardan chiqqan bu joyda birinchi qavat uchun umumiy sanuzel, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Razmeri 4 ga 4. Zal bo'lyapti. Buni yonida hozir ko'rsatgan xonamizning yonida demak zalning razmeri o'zanasiga 6 metr va eniga 4 metr. Kichikroq orqa hovlisi bor. Har bitta qavat 3,5 metrdan balandligi beton plitalari bilan yopilgan. Ko'rib turganingizdek, suvdan chiqqan holatda bo'lib turibdi. Buni tayyor proyektlari bor. Agar bu uyga oladigan bo'lsangiz, sizlarga shu tayyor proyekt va imoratning ichidagi dizayn interyerlari tayyor holatda sizlarga taqdim etiladi. Ikkinchi qavatga ko'tarildik. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan. O'ng tarafda joylashgan birinchi xonaning ko'rinishi razmeri 5 ga 5. Kichikroq balkon qismi ham bor. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona razmeri 4 ga 3,5. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda to'g'rida ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel joylashgan. Sanuzelning razmeri taxminan 2 ga 2. Bu joyda bolalar uchun ajratilgan yana bitta xona bo'lyapti va ikkinchi qavatga ko'tarilganda chap tarafda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonaning ichida alohida o'zini sanuzeli joylashgan. Bu joyda hozir qorong'i bo'lgani uchun sanuzel uncha ko'rinmayapti. Razmerini aytib o'taman. Taxminan 1,5 metrga 2,5 metr razmerda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonani ichida joylashgan sanuzel. Imoratning tagi butunlay podol qilingan. Podol qismida kanalizatsiyaga trubalar chiqarilgan, rossiyskiy trubalar ishlatilgan. Bu uyga qiziqadiganlar kelib ko'radigan bo'lsanglar, sizlarga yana aniqroq ma'lumot beriladi. Demak, imoratning podol qismiga mana shu zinalar orqali tushiladi. Bu joyga aniq lokatsiyasi kerak bo'lsa, ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Uy egalari sizlarga aniq lokatsiyasini tashlab berishadi. Demak, bu ko'rsatgan uyimiz Shayxon Tohir rayon Ipechilikda
joylashgan 2,4 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan korobka holatidagi uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Podol 1 va 2 qavat, xonalarning soni 6 ta bo'ldi. Sanuzel 4 ta. Ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Uy egalaridan yana ham to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi.